loyiha ham qonunchilikni liberallashtirish ham tartibga solishdagi mavjud bo'shliqlarni bartaraf etishi aytilmoqda. Veb-sayt egalari uchun O'zbekistonda faoliyat yuritish shartlari belgilanadi. Qonunchilikka influencer tushunchasini kiritib, oddiy blogerlarga kamroq, influencer darajasiga chiqqanlarga esa ko'proq mas'uliyat yuklash taklif etilmoqda. Influencer inglizcha influence, ya'ni ta'sir etish, ijtimoiy tarmoqlarda keng va sodiq auditoriyaga ega foydalanuvchi degan ma'nolarni anglatadi. Bunda har ikki xususiyat ham muhim sanaladi. Nashrlari obunachilarga katta ta'sir ko'rsatgan blogerligini influencer deb atashadi. O'zbek rejimi yuritayotgan ko'p vektorli siyosat mamlakatni yaxshi oqibatlarga olib kelmayapti. Bir vaqtning o'zida bir necha mustamlakachi davlatlarni rozi qilish asosida tuzilayotgan shartnomalar O'zbekistonni moddiy va ma'naviy inqirozlar domiga tortmoqda. Iqtisodning yil sayin orqaga qaytayotganini davlat yolg'on statistik ma'lumotlar bilan yashirishga urinmoqda. Hayot o'zbekistonliklar uchun faqat yomonlashib borishini hukumat yaxshi anglab turibdi va buzuq demokratik tuzum bilan davlat va xalqni muammolaridan olib chiqa olmagani uchun endilikda mazkur siyosatni tanqid qilganlarning og'zini yopish yo'lini tanlayapti. Shu sabab zulm va adolatsizlikni oddiy tanqid qilgan blogerlar birin-ketin jazoga tortilyapti. Bu bosimlar, nohaqliklar haqida og'iz ochgan xorijdagi o'zbekistonliklarga ham yetib boryapti. Tanqidlarini hukumatga emas, qoidabuzar va organ xodimlari va mas'uliyatsiz rahbarlarga qaratayotgan professional jurnalistlar va sobiq deputatlarga ham bosimlar kuchaytirilyapti. Masalan, 6 oy muqaddam organ xodimini haqorat qilgani aytilgan o'smir yigit Rossiyadan olib kelinib, qilmishiga pushaymon qildirib, kechirim so'ragani videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilmoqda. Ya'ni davlat xodimlari xalqni haqorat qilsa, javobgarlikka tortilmaydi. Ularga javob qaytargan oddiy xalq esa jinoyatchi hisoblanadi. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan mazkur qonun loyihasida davlat hokimiyati va kuch tuzilmalari xodimlarining obro'siga zarar yetkazuvchi kontentlar yozilgan zahoti ularni darhol o'chirish vazifasi blogerlar zimmasiga yuklatilmoqda. Bu bilan O'zbek rejimi siyosatga qarshi tanqidiy fikrlarni bo'g'ishga, qolaversa islomiy da'vatga to'sib qo'yishga urinmoqda. Xalqimiz, xususan yoshlar orasida jinoyatchilik va buzuqchilik tezlikda avj olayotgani har qanday aqli raso odamni qayg'uga solmoqda. Bunday muammolardan chiqishning yagona yo'li Allohga qaytish va islomga amal qilish ekanini aksar kishilar tan olmoqda. Ular jamiyatimizga sof islomiy fikrlar suv va havodek zarurligini oshkora va zimdan e'tirof etishmoqda. Buning amaliy isbotini har qanday mavzudagi kontentlarga islomiy fikrlarni yozishayotganidan ham ko'ryapmiz. Shuning uchun musulmon xalqimiz, xususan yoshlarimiz o'zbek hukumatining g'ayri-islomiy qonun va qarorlarini tanqid qilishda aynan islomga tayanishi lozim va o'zbek rejimining media sohasini nazorat qilishga yanada qattiqroq urinishini uning xalqimizdan qanchalik qo'rqayotgani alomati deb qarash lozim. Zero bunday rejimlarni faqat islomga tayangan holdagina mag'lub qilish mumkin. Alloh taolo aytadi: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatdan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Albatta Alloh o'zi xohlagan ishiga yetguvchidir. Uning xohishiga qarshi turguvchi kimsa yo'qdir. Dar haqiqat, Alloh barcha narsa uchun miqdor o'lchov qilib qo'ygandir. Ya'ni hayotda ro'y beradigan har bir yaxshi-yomon voqea hodisa yolg'iz Alloh xohlagan, belgilagan vaqt va o'lchovda ro'y beradi.